To'g'risini aytaman, uyingizdagi klapa bosdim, bo'ldi, уже hech narsani foydasi yo'q. Dorilashni ham, mebellarni tuzashingizga ham foydasi yo'q. Faqatgina uyni sotib qutulasiz, boshqacha qutula olmaysiz. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Agar uyimda klapa paydo bo'lib qolsa bo'ldi, endi faqat uyni sotib qutulaman, mebellarni yoqib qutulaman, yoki uyimni remont qilishim kerak, yana va hokazolar. Lekin shu videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, klapani yo'qotish usullari haqida, hamma bor usullarni hammasini ketma-ketlikda aytib o'taman. Oxirida eng kerakli, eng samarali usul qaysiligini ham aytib ketaman. Assalomu alaykum, men ismim Rahmatilla, Dezordam kompaniyasi asoschisiman. Bundan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, klap haqida to'liq ma'lumot berib ketdim. Klapalar qanaqa uyingizga kelib qolishi mumkin, yoki klap uyingizda bormi yo'qmi, qayerdan bilsangiz bo'ladi. Shu haqida to'liq videolar qildim. O'shani ko'rib chiqsanglar, klap haqida umumiy tushunchaga ega bo'lasizlar. Endi hozir bu videoda klapalarni yo'qotish usullari, qanaqa yo'qotsa bo'ladi, qaysilari ishlaydi, qaysilarining umumiy foydasi, shu haqida qisqacha aytib ketishga harakat qilaman. Bismillah. Klapani o'zi yo'qotish usullari unaqa ko'p emas. Birinchi usuli bu issiqlik yordamida klapani yo'qotish usuli. Klapa o'zi asosan issiqqa ham, sovug'ga ham moslashuvchan bo'ladi. Uncha isib ketsa ham, sovib ketsa ham klapaga ta'sir qilmaydi, lekin уже 60 gradusgacha ham chiqsa, 60 gradusdan oshganda klapaga уже ta'sir qiladi и klapa bu issiqda o'ladi. Asosan parageneratorlar bilan odamlar klapadan qutulmoqchi bo'ladi. Ko'p klientlar paragenerator bilan qilyapman yoki paragenerator sotmoqchiman, qanaqasidan olay deb so'rashadi, yoki sizlarda paragenerator bormi deb so'rashadi. Bu ta'sir qilmaydi emas, ta'sir qiladi, lekin ma'lum miqdorda ta'sir qiladi. Misol uchun, уже uyingizda klapa bosgan bo'lsa, 2-3 oydan oshgan bo'lsa, ko'paygan bo'lsa, parageneratorda har kuni klapa paydo bo'ladigan, klapa bekinadigan joylarni har kun parageneratorda qizdirib, kuydirib chiqsangiz, klapalar unaqa darajada ko'payib ketmaydi, lekin yo'qolib ham ketmaydi. Misol uchun sizni chaqmasligi mumkin yoki ko'payib ko'zga ko'rinmasligi mumkin, lekin baribir peshiklarda klapa qolib ketadi yoki tuxumi qolib ketadi, shuni hisobiga yana ko'payib ketaveradi. Buni agar effektivlik darajasini hisoblasak, bir 10 dan 5 ball bersak bo'ladi. Yomon emas, yaxshi ishlaydi, klapalarni joyida o'ldiradi, lekin faqat imенно qotgan paytingiz ta'sir qiladi, qolgan payt ta'siri bo'lmaydi. Klapani ham 100% yo'qotishingiz bu usulda qiyin, lekin 100% yo'qotganlar bor, lekin juda kam. Ikkinchi usuli sovuq usul deydi. Endi buni asosan Amerikada ishlatishadi. Xuddi fenga o'xshagan narsa bo'ladi, lekin u muzdek havo chiqaradi. Taxminan -20 gradus havo chiqaradi u narsa. Buni issiqlik bilan o'ldirish usulidan yaxshiroq tomoni, buni agar fen bilan yoki paragenerator bilan uyingizda ko'p обработка qiladigan bo'lsangiz, narsalaringiz, mebellaringiz yoki remontingizni, aboylaringiz zarar ko'rishi mumkin, lekin bu sovuq havo bilan обработка qilganingizda buni mebellaringizga, aboylaringizga zarar tegmaydi. Lekin bunaqa оборудование juda qimmat turadi. Bizda O'zbekistonda hech kim ishlatmaydi, O'rta Osiyoda ham hech kim ishlatmaydi. Asosan bu Amerikada ishlatiladi. Yevropada ham kam ko'rganman bunaqa usulda qilishini. Asosan Amerikadagilar ishlatishadi. Keyingi usuli mexanik usul. Bu qanaqa? Bu asosan ko'pchilik qiladigan usul. Mexanik degani endi asosan bu piliso'sda tozalashadi. Klapa endi bizda qanaqa bo'ladi? Klapa borligini ko'rib qoldingiz, sirada hamma joyi pilisos qilishga tushiladi. Krava, divan, matraslar ko'tarilib, o'sha klapa bor joylar hammasi pilisos qilib chiqariladi. Shunda klapa kamayganda yoki yo'qolgandek bo'ladi, lekin bu faqat ko'rinib turgan klapalarni o'ldirsa, lekin uni klapalar tuxumlari, klapalar bolalari baribir qolib ketaveradi. Bu usulda bir 50-50 ishlaydi. Bunaqa usulda klapalarni 100% yo'qotganlarni bilmayman. Bundan paragenerator bilan uyingizni обработка qilsangiz effekti ko'proq bo'ladi. Chunki bu piliso'sda qilganingizda tuxumlarga ham ta'sir qilmaydi. Paragenerator bilan imенно tuxumiga yetkazsangiz, tuxumiga tegizsangiz tuxumlar o'ladi, lekin piliso'sdan tuxum o'lmaydi. Chunki tuxumi
divanga, mebelga, o'rin ko'rpalarga yopishib turgan bo'ladi. Pilsosni tortganingiz bilan chiqmaydi. Shuning uchun bu mexanik usul eng samarasi kam usul desa ham bo'ladi. Buni bir 10 dan 3 baho bergan bo'lardim. Keyin yana bitta usul bor. Yani bitta klient aytgan edi, studentlarning usuli deyshadi. Endi buni usul ham deb bo'lmaydi-yu. Prosta esimga kelib qolgan hozir aytib ketaman. Studentlar qanaqa qilishar ekan? Ularda klabi ko'payib ketgan ekan, har kuni uxlashdan oldin svetni o'chirishar ekanda, bir 15 minut, 20 minut yotishar ekan. Oq plastikni solib, keyin bir 15-20 minut turgandan keyin o'sha sekin klapalar studentlarga qarab chiqib yugurib kelishni boshlar ekan. Srazu svetni bittada yoqib, hamma masalan 5-6 kishi o'sha kelayotgan klapalarni o'ldirishga tushar ekan. Shunaqa qilib klapalarni ancha kamaytirishar ekan. Endi bu usul emas, prosta joy kelganda aytib ketdim. Endi yana bitta usuli bu kimyoviy usul. Bu usuldan ham ko'plab foydalaniladi. O'zligi dori sepib ko'rishadi, har xil dorilar. Bu usullar issiqlik usuli bilan deyarli barobar desam bo'ladi. Bu chunki faqat ko'rinib turgan joyda klapalarni o'ldiradi, lekin klapalarning tuxumlari bekinayotgan klapalarga ta'sir qilmaydi. Naborot bu usul sizda klapalarni mutantlashib ketishiga olib kelishi mumkin. Chunki har safar bir xil dori sepib tursangiz, klapa o'lmasa o'sha doridan kuchli bo'lib ketaveradi. Bu doriga o'lmaydi, dorilarga immuniteti oshib, naborot klapa kuchli bo'lib ketaveradi. Shuni hisobiga ham keyinchalik o'sha professional dori sepsangiz ham ta'sir qilmay qolishi mumkin. Endi oxirgi usuli va eng 100% kafolatli usuli bu professional dezinfeksiya xizmatidan foydalanish. Lekin mana o'zim tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozir yaxshi o'zi ishini chin dildan, insof bilan qiladiganlardan ko'ra nomiga qilib ketib, pulni olsa bo'ldi, keyin klient telefonni ko'tarib yo'q qiladiganlar ko'payib ketdi. Protsentning sootnosheniyada aytadigan bo'lsam, hozir biriga 4 bo'lib qoldi shakl. 1% mana shu insofli dezinfeksiyachilar bo'lsa, faqat pulli ketidan yugurib, klientlarni norozi qilib, bugun bor, ertaga yo'q dezinfeksiyachilar juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun uyingizga dezinfeksiya chaqirsangiz ham birinchi u firma haqida yaxshilab o'rganib, yomon odzivlar yo'qmi u firma haqida shuni bilib turib, keyin chaqirishingizni tavsiya qilaman. Lekin bu usul ham oson usul deb bo'lmaydi. Agar ishchi ustasi bo'lmasa, nima dorini necha grammdan qo'shib, imini qatlaga dori sepishni bilmasa, eng professional dori ishlatsangiz ham ta'sir qilmay qolishi mumkin, klapalar o'lmay qolishi mumkin. Hozir mana imini shu sababli deb Toshkent shahrida va boshqa viloyatlarda klapalar juda ham ko'payib ketyapti. Sababi odamlar uyda klapa paydo bo'lyapti, o'zi dorilab ko'ryapti, har xil mexanik usul yoki o'zi kimyoviy usullardan foydalanyapti, foyda bermayapti. Uje bungacha ham uyga dezinfeksiya xodimlarini chaqirgungacha ham klapalarni uje mutant qilib qo'yapti. Keyin dezinfeksiya xodimlari kelib dori sepsa ham uje klapalar qolmayapti. Bunaqa holat juda ko'p kuzatilyapti. Shuning hisobiga hozir shaharda ancha klapalar ko'payib qoldi. Oldin misol uchun 10 yil oldin ish boshlaganimda bir 20% zakaz klapadan bo'lsa, hozir uje 90% ga chiqdi. Tarakandan ko'ra klapalardan zakaz ancha ko'payib ketdi. Sababi shu odamlar o'zi ham yo'qotolmayapti, ko'p dezinfeksiya firmalari ham yo'qotolmayapti. Shuning hisobiga shaharda borgan sari ko'payib ketyapti. Endi bu narsa endi shu tendensiyada davom etadi. Bu klapalar endi borgan sari ko'paygan sari ko'payadi, lekin kamayib qolmaydi. Chunki men yaxshi kuchli dorilar chiqsa ham, bu klapalarning o'zida doriga immunitet hosil qilish xususiyati bor. Shu sababli men kuchli dori sepsangiz ham o'sha tarak klapalar o'rganib qolib, o'zida immunitet hosil qiladi. Shuning hisobiga bundan buyog'iga shaharlarda mana o'zi dunyoning rivojlangan davlatlar pastki hammasida klapa ko'payib ketgan. Bizda ham shuning hisobiga Toshkentda ham klapalar ko'payyapti. Buni endi
Agar klapadan tez va sifatli qutulmoqchi bo'lsangiz, sizga ishonchli, tajribali va o'z ishini istiqboldan qiladigan firmalarni dezinfeksiya xizmatlarini chaqirish tavsiya qilaman. Shunda klapadan oson va ancha bosh og'ruvlarsiz qutulishingiz mumkin. Bizani firma ham 10 yildan beri shu sohada xizmat ko'rsatib boradi. 10 yil davomida 20 mingga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatdik. 20 mingga yaqin mijozlarga klapalardan qutulishga yordam berdik. Shu kungacha klapa yo'qolmay qolgan obyektlar bo'lmadi. Kimni uyini dorilagan bo'lsa, hammasida klapalar yo'qolib ketgan. Endi yo'qolmaydigan vaziyatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Bu 100 tadan bitta vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Agar shunaqa bo'lib qolsa ham o'zimiz yonimizdan tekinga dorilar beramiz. Agar sizni uyingiz Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida joylashgan bo'lsa, o'sha bizning nomerlarimizga telefon qiling. Agar klapa sizni ham bezovta qilayotgan bo'lsa, Xudo xohlasa 100% kafolat bilan yo'q qilib beramiz. Agar siz uyingiz viloyatda boshqa viloyatda joylashgan bo'lsa, unda shu Telegramdan shu nomerlarga yozsangiz, sizga o'zimiz ishlatadigan dorilardan, kuchli dorilardan dastavka qilib beramiz. Qanaqa sepish yo'llarini ham aytamiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, o'z fikringizni yozib, anchadan beri klapadan qutulamayotgan tanishlaringiz bo'lsa, shu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarni ko'rib boringlar. Keyingi videolarda qanaqa qilib o'zi dezinfeksiya firmasini tanlash, nima qilsa aldanib qolmaydi. Dezinfeksiyachilarni chaqirsangiz, nima qilsangiz aldanib qolmaysiz. Shular haqida bitta video qilaman. Bu ham juda dolzarb tema, chunki shu narsani ichida yurganim uchun bilaman, juda aldanib qolayotganlar hozir ko'p. Shu odamlar aldanib qolmasligi uchun video qilaman. Xudo xolasa, keyingi videoni kuzatib boringlar. Salomat bo'linglar.